Hürmetli vatandaş, endikilik seyirlerimizi başlayımız. Bugün çiğsaq 2021 yıl 7. ayının 5. günü hürmetli vatandaşım. Endiki mavzumundaq. Xi Jinping chet el kuchlarga qarshi urush e'lon qilaman deb to'lidi. Mavzuli xabar 7. ayının 4. gün Vanmi Torbitida e'lon qilindi xabar. Undaq boshlandi. Keçiren vatandaş. Chet el gazetleri Xi Jinping'nin tovlaştırığı baş kesimen, kan tökümen dep tovlaştırığı dikkat qilishga başladı. O Tianmira kadar notoq so'zlaganda mundaq dedi. Jungo xalqi chet el kuchlarining bo'zaq qilishiga, ezishiga, qo'l qilishiga yo'l qo'ymaydi. Agar shunday qilmoqchi bo'ladi ekan, beshi yeriladi, qani to'kiladi. Ko'pchilik biladi-ki, chet elda jungolikni bo'zaq qilamiz deyotgan bir davlat yo'q. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Angliya, Fransiya qatorli g'arb davlatlari o'zlarining mustamlikalaridan orqa-orqadan chekinib chiqdi. Sabiq Sovetlar va Sharqiy Yevropa o'zgarishidan keyin aslida Rossiya tajovuz qilib besib olgan kichik davlatlar orqa-orqadan mustaqil bo'ldi. Hozirgi dunyoda zot ekan ikkinchi bir davlatni besib olishni, qul qilishni o'ylaydi. Balki faqat rais Xi Jinping bir yo'l bir belbog' siyosati bilan g'arbini ta'tir haydab, ya'ni kayniga haydab tarixning chaqini bu ovorchilikni paydo qilyotidi. Dunyoga hukmronlik qilmoqchi bo'lyotidi. Dunyoni birlik keltirmoqchi bo'lyotidi. Faqatla rais Xi Jinping va Jun Nanhay bu ovorchilikni paydo qilyotidi. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi shuning uchun mundaq nochilik qilyotidiki, Xi Jinping prezident Joe Biden hukumatini bosh chaqlayotidi. Jungo Kompartiyasining 100 yillik tarixi odam o'ldirish tarixidir. Irqiy qirg'inchilik asridir va tarixidir deb ko'rsatdi. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasiga partiya mansublari 7. ayning 1. kuni qaror loyiha o'tirg'i qo'yib, Jungo Kompartiyasining tarixning sahnasidan chekinib chiqishini umid qildi. Diqqat vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasiga ikki partiya mansublari 7. ayning 1. kuni qaror loyiha o'tirg'i qo'yib, Jungo Kompartiyasining tarixning sahnasidan chekinib chiqishini umid qildi. Bu qaror loyiha 6. ayning 25. kuni ikki partiya mansublari birlikda Jungo Kompartiyasining 100 yildan beri kishilik huquqqa tajovuz qilishini ayblash va erkinlik uchun kurash qilayotgan Jungo xalqi bilan bir tarafda turish qaror loyihasi yoki shu mavzuliq qaror loyihani birlikda 6. ayning 25. kuni o'tirib qo'ygan edi. Jungo Kompartiyasi 1 milliard 400 million jungolikni go'raga elib tarixning charqini kayniga qarab paydamoqchi bo'lyotidi. Jungoning zo'ravonlikqa qarshi adolat kuchlari Xi Jinpingning tasavvuridagi chet el kuchlaridir. Lekin bu kuchlar Jungo xalqi bilan bir safda turib, Jungo Kompartiyasidan iborat bu kuchni, g'alati kuchni, yovvoyi kuchni, ya'ni haqiqiy ma'nodagi chet el kuchini Jungodan qo'g'lab chiqarmoqchi bo'lyotidi. Bu deganda Kompartiya a'zolarining hammasi Xitoy. Qanzo. Lekin uning izmi marksizm bu chet eldan kelgan. Şuna Jungo Kompartiyasi Jungo'da chet ellik
yoki chet el kuchlari bo'lib sanalishi kerak degan ma'nodagi jumla, oxirgi jumla vatandosh. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.